Dilga yaqin qadrdonlar uchun tabriklar vaqti. Sizlar bilan ko'ngillarni zabt eta olgan betakror ovoz sohibasi Chehroza Tohirovna. Hayot go'zalligini va ma'nosini yaqin insonlarimizsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Inson borki, bir-biridan mehr kutib, bir-biriga mehr ulashib yashashdan aslo charchamaydi. Assalomu alaykum, mehri cheksiz mehribonlarim. Boshlangan yana bir fayzli kunlar barchangizga xayrli va barokatli bo'lsin. Tinglab turganingiz va kuzatib borayotganingiz g'oyibona bo'lsa-da quvonch ulashib kelayotgan tabriklar loyihasi. Sizlar bilan ushbu loyiha boshlovchisi, ko'ngilga yaqin ko'ngildoshingiz men Chehroza. Bugun o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni chin dildan samimiy muborakbod etgan holda loyihamizga kelgan navbatdagi mehrli tabriknomalarni o'z egalariga yetkazishda davom etamiz. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Layloxon opani raqamlariga bog'landikmi, manzilda adashmadikmi? Ha, men. Salomatmisiz opajon, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ayni damda, rahmat opajon, ayni damda siz bilan tabriklar loyihasi orqali bog'lanib turibmiz. Bezovta qilmadikmi sizni? Yo'q, mayli. Rahmat, salomat bo'ling. Avvalambor bugungi tavallud ayyomlar muborak bo'lsin opajon. Bunday chiroyli yoshlarni juda ko'plarini ko'rib, hamisha yaqinlar ardog'ida, baxtlilar qatorida Allohimning panohida bo'lib yuring. Rahmat, sog' bo'ling. Qadrlisiz, bugun bizning loyihamizga opajon sizni tabriklab, xursand qilish maqsadida borligingizni baxt deb bilgan bir mehribon insoningiz murojaat qilganlar. Nima deb o'ylaysiz? Sizni dunyolarcha yaxshi ko'rgan mehriboningiz kim bo'lishlari mumkin? Yaqinlarimdir. Albatta, bugun barcha yaqinlardan shunday chiroyli tabriknomalar eshitishga loyiqsiz. Bizning loyihamizga qaynopajoningiz Manzuraxon opa murojaat qilganlar. Kelin singlimni juda ham yaxshi ko'raman, baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib, ukajonim bilan qo'sha qarib yursin deya o'zlarining go'zal tabriknomalarini yozib qoldirganlar. Ushbu tabrikka jiyanlaringiz Gulnozaxon, Shohjahonjon, Imonaxon hamda Gulzodaxonlar ham qo'shilib qolganlar. Rahmat. Sizga ham rahmat. Ijozat bersangiz, ushbu chiroyli tabriknomani mehribonlaringiz nomlaridan yetkazib qo'ysam sizga. Xo'p. Marhamat, tinglashingiz mumkin. Avvalambor, assalomu alaykum, mening oyuzligim, shirin so'zligim, go'zallar ichida yagonam, bir donam, mehribon kelin singlim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz Allohimizga banda, Habibimiz sollallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukronali kuningiz bilan chin qalbimizdan, oilamiz nomidan tabriklab qolamiz. Ilohim umringiz uzoq, tanu joningiz sog' bo'lsin. Yaratganim sizga ikki dunyoning savobu saodatlarini, rohat va farog'atlarini nasib qilsin. Qadrligim, singiljonim, xonadonimizga kelin bo'lib tushibsizki, sizni o'z singlimdek yaxshi ko'rib, bilmaganlaringizni chiroyli nasihatlar bilan o'rgatdim. Doimo yonimda mening suyanchig'im, maslahatgo'yim, hamdardim bo'ldingiz. Allohim sizdan rozi bo'lsin. Sizdek mehribon kelinjonim borligidan faxrlanaman. Baxtimizga doimo sog' va salomat bo'lib, ilohim ukajonim bilan birgalikda qo'sha qarib, farzandlaringizni baxtu kamolini, rohatu farog'atlarini ko'rib yuring qadrligim. Tabarruk, muborak yoshingizga ko'p bora yoshlar qo'shilsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr. Yana bir bor tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt, omad, tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Dunyoda g'am ko'rmang hech vaqt, hech qachon. Oshufta qalbingiz tuymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling doim qadrdon. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Shodlik, quvonchlarga bo'ling hamxona. Baxt sizga bir umr bo'lsin koshona. Umringiz bo'lsin har kun shodiyona. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak deya mana shunday chiroyli go'zal tabriknomani yakunlaganlar. Ilohim barcha yaqinlar baxtiga salomat bo'ling. Agarda sizning ham opajoningiz uchun atalgan qalb so'zlaringiz bo'lsa, marhamat loyihamiz orqali yetkazib qo'yishingiz mumkin. Katta rahmat, ilohim barakat bersin. Opam oilasini baxtiga, farzandlarini baxtiga sog' bo'lsin. Bizni baxtimizga sog' bo'lsin. Ilohim meni ko'nglimga ko'targani uchun Alloh ikki barobar ko'nglini ko'tarsin. Men ham o'zimni opamdan-da yaxshi, o'zimni opamdek yaxshi ko'raman.
Ilohim baxtingizga doimo sog' salomat bo'lsinlar opajoningiz, mehr oqibatlaringiz abadiy bo'lsin. Bizga vaqt ajratganingiz uchun opajon, sizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat opajon, sog' salomat bo'ling. Rahmat, Allohga omonatsiz. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. G'am kelsa boshingiz chinordek bo'lsin, quvonchdan qalbingiz minordek bo'lsin. Do'stlarning bag'ridan ayrilmang sira, yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to